Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin ən yeni umumi uqturuşuğa asaslanganda 2 ayının 2 günü saat 0-dan 24-gəcə Abdunum rayonunda yangi tipki tajisman virus bilan yuqumlanğan öpkə yallığı deb aniq diagnoz qoyulğan bemordan 3'ü köpayganligi doklad qilingan. Şinjan ishlab chiqarish qurilish bentlarini o'z ichiga oladi. Ularning ikkisi Urumchi shahrida, biri Eli oblastida. 2 ayning 2 kuni soat 24gacha Abdunum rayonida jami 24 bemorga yangi tipdagi tajisman virus bilan yuqumlangan o'pka yallığı deb aniq diagnoz qo'yilganligi doklad qilindi. Şinjan ishlab chiqarish qurilish bentlarini o'z ichiga oladi. Buning 18i Abdunum rayonida, 6si Şinjan ishlab chiqarish qurilish bentlanida. Aniq diagnoz qo'yilganlarning 10i Urumchi shahrida, 6si Eli oblastida, biri Turpan shahrida, biri Aqsu viloyatida, biri Bengtuan 7-shisida, biri Bengtuan 8-shisi Shixanzi shahrida, 4i Bengtuan 9-shisida. Hozir 6 bemorning ahvoli og'ir, 2 bemorning ahvoli xatarlik. Qazo qilganlar yo'q. Navbatda 1254 odam meditsinalik kuzatishni qabul qilyotdi. Abdunum rayonimizning har qaysi joylari yuqumning oldini erish, tizginlash xizmatini yaxshi ishlash uchun jiddiy ahvolga taqobil turish tadbirlarini qo'llanish, ommaviy rayonlarni dezinfeksiyalash, kishilarning badan temperaturasini o'lchash, mahallalarni boshqarish, tizginlashni kuchaytirish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, yuqumning yamirishini qat'iy to'sib, xalqning hayotiy va sog'lomlik bexatarligiga butun kuchi bilan kapolatlik qildi. Yuqumning oldini olishda qo'llanilgan ham qattiq, ham qalatni illatadigan tadbirlar har millat ommasining tushunishi va qo'llashiga erishdi. Urumchi shahri Tianshan rayoni Ardavchov tavallik rayonida har qaysi mahallalar o'ltiraq rayonini boshqarish, tizginlash kuchini kuchaytirish asosida kichik sho'ba atrat qurib, ommaviy rayonlarni dezinfeksiyalash, kishilarning badan temperaturasini o'lchash qatorliqlarini qanot yedirib, yuqum ahvolini kuzatib tekshirish, radga turg'izib tekshirish, oldin signal berish, oldini elish, tizginlash qatorliq xizmatlarni inchiki ishladi. Ularning xizmatiga moslashib, tirishib yuqumni yengamiz. Har qaysi mahallalar yana ündidar topida uqtirish, koridorga e'lon chaplash, takrar anglatish qatorliq shakllardan foydalanib, tavallik rayondagi aholilarga yuqumning oldini olish, tizginlash bilimlarini tashviq qildi. Aholilarga qulaylik yaratish uchun vakolatan setib olish, uygacha haqsiz mol yetkazish qatorliq mulozimatlarni qanot yaydirdi.